adayni yomon ko'rasanmi deb psixologlar gapirsa, men adam yaxshi ham ko'rmayman, yomon ham ko'rmayman, chunki yo'q inson u. Ota bilan munosabatni to'g'irlash haqida o'rgata olasizmi? O'rgata olaman. Bu meni eng chuqur va og'riqli nuqtam hisoblanadi, chunki men ota bilan munosabatga yillar davomida ishlaganman. Qancha pulim, qancha umrim, qancha nervim ketgan. Bu narsa o'zi bizga kerakmi hayotda deydigan bo'lsangiz, men kerak deb o'ylayman. Chunki ota bu qiz bolani hayotidagi eng birinchi ideal erkagi. Qiz bola, qiz farzand, umuman biz ayollar o'sha otani maketidan erkaklarni timsolini yaratamiz. Erkak o'zi sizga kim degan savolga javob beradigan bo'lsa, aynan o'sha otamizni birinchi navbatda timsolini ko'ramizda. Mana shu necha yildan beri men ayol va qizlar bilan ishlayotgan bo'lsam, 6000 dan ortiq meni o'quvchilarim bor. Ichidan hammasini ichidan qanaqadir ham bitta ota mavzusida og'riqli nuqtasi topiladi-da. Ko'pincha ota-onasi ajrashgan yoki otasiz katta bo'lgan qizlar yoki umuman otasi tashlab ketgan qizlar deymizmi, yoki otasi vafot etgan qizlar, umuman otasi kimligini bilmaydigan ayol va qizlarni ko'rganman, suhbatlashganman va ularning og'riqli nuqtasini bilaman. Endi otasi bilan yashagan, otasini erkasi bo'lib yashagan, otasi bilan ideal munosabatda yashaydigan ayollarga shunchaki havas qilaman, shunchaki tasanno deyman va ular umuman alohida tema. Ayollarga savol beradigan bo'lsak, mana sizga ham savol, kommentariyada обязательно fikringizni qoldiring. Turmush o'rtog'ingiz otangizga o'xshashlarini xohlaysizmi? Kimdir bu savolga ha deydi, kimdir bu savolga yo'q deydi. Men kichkinaligimda bu savolga umuman javob bera olmasdim, chunki meni ota-onam ajrashgan. 6 yoshimda, o'zi umuman 4 yoshimda adam ketib qolganlar shekilli. Eslolmayman. Menda ota timsoli, ota maketi yo'q edi ma'lum bir muddatgacha. Adayni yomon ko'rasanmi deb psixologlar gapirsa, men adam yaxshi ham ko'rmayman, yomon ham ko'rmayman, chunki yo'q inson u. Prosta dokumentda bor. Prosta meni tug'ilishimga sababchi bo'lgan inson. Hayotimda o'rni bo'lmagan u insonni. O'shaning uchun ham bu narsa ta'sir qilgan qachon turmushga chiqqanimda. Umuman erkaklar bilan munosabat o'rnata olmaslikda har doim erkaklar bilan munosabatda problema bo'lardi. Umuman erkaklarni qabul qila olmasdim men. To'g'risi, umuman qabul qila olmasdim. Har doim shu ham erkakmi degan narsa bo'lardi-da ichimda. Keyinchalik o'sha turmushimda muammolarga uchraganimdan keyin aynan bu narsa ota bilan munosabatga borib taqalishini bilganimdan keyin tan olishim qiyin bo'lgan boshida, tan olaman. Rosa qiyin bo'lgan. Nima meni hayotim, meni erim yoki meni hayotdagi o'z o'rnim yoki pul bilan munosabatim qanaqa qilib otaga borib taqaladi deb boshida umuman bu narsaga rozi bo'la olmaganman, ko'nika olmaganman. Keyinchalik ilm olib, chuqurroq dinimizni o'rganib, psixologiyani o'rganib bu narsani tan oldim va o'z ustimda ishlashga, aynan shu ota bilan ishlashga kirishdim. Nimalar qildim? Nimalar qilish mumkin? Buni ustida ishlasangiz siz qanaqa yutuqlarga erishasiz? Qanaqa kamchiliklar bor? Qiziqmi sizga? Kommentariyada yozing. Men albatta o'qiyman sizning fikrlaringizni. Boyagi savolga qaytadigan bo'lsak, turmush o'rtog'ingiz sizni adangizga o'xshashlarini xohlaysizmi desam, juda ham ko'pchilik yo'q deydi. Nimaga deb savol beradigan bo'lsak, sanab berishadi. Adam ichardi, oyimni urardi, bizga mehr bermasdi, adam o'g'il kutgandi, men qiz tug'ilganman, meni umuman hayotda o'rnim yo'q edi, adamdan so'kish eshitganman, adamdan qarg'ish eshitganman. Juda ham ko'p negativ, yoqimsiz narsalarni aytishadi. Juda ham kam qizlar adamga o'xshashlarini xohlayman va turmush o'rtog'im meni adamlarga o'xshaydilar, xudoga shukr deyshadi. Adasi bilan o'sgan qizlar, adasini erkasi bo'lib o'sgan qizlar hayotda turmush o'rtog'i tomonidan ham qadrlanadi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda ko'pincha ularda pul bilan muammo bo'lmaydi va jamiyatda ham o'zini qanaqadir statusiga, yaxshi joylarda ishlashga, mansabdor shaxs bo'lishga ko'proq ularda plus tomonlari bo'ladi. Otasiz o'sgan qizlarda esa erkaklarga bo'lgan ishonchsizlik, erkaklarni qabul qila olmaslik yoki bo'lmasam yana bitta tomoni bor, bittagina e'tibor, bittagina gul bergan erkakga ham aldanib ketib qolish hodisalari, holatlari uchraydi. Chunki ular erkakni mehrini, erkakni e'tiborini umuman hayotda ko'rmagan bo'ladi. Bitta gulga ham aldanib ergitib ketib qolganlar bor. Afsuski. O'shaning uchun ham
ota timsolida ota bilan munosabatni yaxshilash, umuman ota bilan munosabatlarni tiklash borasida ishlash muhim va zarur. Endi yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Mani otam vafot etgan. Otamning abidalarim bor. Otam meni qarg'aganlar, urganlar, so'kkanlar, lekin bu narsa bilan qiynalib yashashni xohlamayman. Bu narsa menga o'sha qalbimda yuk bo'lib turibdi. Bu narsa bilan qiynalib ketyapman va erkaklar bilan munosabat o'rnatishga qiynalyapman deydigan ayollar ham rosa ham ko'p. Endi nima qilasiz? Bunda ham o'sha yaxshi mutaxassis, psixologlar bilan, balkim psixoterapevtlar bilan, balkim psixoterapiya olarsiz, men bilmayman. Bunga yechim topish mumkin, lekin unda o'sha quvlayverib bitta nuqtada qolib ketish ham to'g'ri emas. Har xil yo'llarini, sabablarini qilasiz, natija Allohdan bo'ladi va eng asosiysi, eng zo'r ishlaydigan texnika bu baribir ham o'zimizning go'zal dinimizdan kelib chiqqan holda duolarimiz orqali taqdirimizni o'zgartirishimiz mumkin. Men bu narsaga 100% ishonaman. Duo taqdirni o'zgartiradi. Yo Robbim, o'sha ibodatlaringizda, namozlaringizda, bilmayman, yoki daftarga yozibmi, bu texnikani qilib ko'ring. Albatta, ozgina bo'lsa ham taskin topasiz. Yo Robbim, otamdan xafa bo'lganman. Otam meni haqiqatan dilimni qattiq og'ritganlar. Bu og'riq bilan, bu yuk bilan men yashashni xohlamayman. Dal shu yashashni xohlamaysiz va bu yukdan meni xalos et. Otamga nisbatan menda sof ekologik yaxshi fikrlar qolishini xohlayman va hayotimga haqiqiy erkakni kirib kelishini xohlayman yoki erkaklar bilan munosabatda yaxshi o'rnatishni xohlayman deb duolar qilib, o'sha qalbingizdan chiqqan narsalarni Allohdan so'rayversangiz ham bo'ladi. Bu albatta natija beradi. Va keyingi masala, qizlar, yaxshilab bilib olinglar. Agar siz otangiz bilan munosabatlaringiz ustida ishlamasangiz, kelajakda ne только siz eringiz bilan, balkim o'g'il farzandingiz bilan ham muammolarga uchrashingiz mumkin. Bu esa ota bilan munosabat yomonlashuvidan ham tashqari, eringiz bilan munosabatlardan yomonlashuvidan ham tashqari, o'g'illigi 3 barobar qimmat bo'ladi va qiyin bo'ladi. O'shaning uchun ham ota bilan munosabatni yaxshilash, tiklash va uni qanaqadir unga chiroyli yechim topish muhim va zarur. Chunki otangiz bilan ishlamasangiz, turmush o'rtog'ingiz bilan ishlamasangiz, baribir ham o'g'lingiz bilan bu holat takrorlanishi mumkin. Ya'ni o'g'il farzandingizni erkak sifatida tan olmasligingiz yoki uni nabarot ayolchasiga tarbiyalab qo'yish xavflari mavjud bo'ladi. O'shaning uchun ayol va qizlarga har doim aytaman, ilm olinglar, o'z ustingizda ishlanglar va qalbingizda ne только otaga, umuman insoniyatga bo'lgan nafrat bo'lmasin. Hech kimga bo'lgan nafrat, xafagarchilik bo'lmasin. O'shanda hayotingiz go'zal, sakinatga to'la va juda ham barakali bo'ladi. Alloh xayrli qilsin, ilmimizni ziyoda qilsin va kommentariyada albatta o'z fikringlarni yozinglar, men o'qiyman va javob beraman.